408 million 405 ming so'mga shu mashinani klientimiz dadalariga olibdilar. Alloh xayrli qilsin, ilohim buyurib nasib qilsin. Hammamizga shunaqa mashinalar yoki bundan-da zo'r mashinalar olishni nasib qilsin, olib uydalarga yaqinlarga sovg'a qilish. Bu akamizga ham Xudo xolasa mashina absolyutno yangi mashina nima qilish mumkin? Xo'p. Oshtog'a hojonadan solib yurganlarida yoki-da nevaralar, kelinlar solib yurganda tashqaridan begona ko'zlar qaramasligi uchun tonirovka urib berdik. Ichkaridan zo'r ko'rinadi, tashqaridan ko'rinmaydi. Mana hozirlarga bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qaranglar ko'rsatishini. Mana. Orqa laboyini ham qaranglar. Orqada ayollar o'tirganda tashqaridan bemalol maza qilib ko'rib ketishadi. Shuning uchun tonirovka urib berdik yaxshisidan. Xo'p. Orqa eshigi, fortishga, orqa laboyiga inshaalloh. Undan tashqari oldi eshigiga sonzashni plyonka urdik. Old laboyiga ham sonzashni plyonka urdik. Idealni chiqdi. Hammasi zo'ridan, eng yaxshilaridan bo'ldi. Dadam qiynalmasinlar dedilar. Keyin o'zini zavodskiy shtatniy lampochka sariq edi. Oqiga almashtirdik. Pastayini ham oqiga almashtirdik. Videoga vid qo'shilibdimi akalar? Mashinaga mehr bersa ochiladi akalar. Alloh xayrli qilsin egalariga. Bundan zo'r mashinalar olib minishni nasib qilsin. Mabodo sizlar ham shunaqa mashina olib dadalangga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, olib kelinglar. Biz servisga shunaqa idealni qilib beramiz akalar. Kelsalar ham shunaqa tashqaridan ko'rinmaydigan, ichkaridan zo'r ko'rinadigan keramический plyonkalar urib, idealni qilib mana umuman tochka tushirmasdan professional darajada bitkazib beramiz. Xudo xolasa mashina tayyor. Dadalariga berib yuboramiz.